O'zbekiston xalq shoiri Alisher nomidagi davlat mukofoti sovrindori Abdulla Oripov 1941-yil Qashqadaryo viloyati Koson tumanida tavallud topgan. Abdulla Oripov Ruhim, Onajon, O'zbekiston, Qasida, Hayrat, Saylama va Sohibqiron kabi kitoblar muallifi. Keling biz sizlar bilan Sohibqiron dramatik dostonining birinchi sahnasini tinglasak. Sohibqiron birinchi sahna. Parda ochiladi. Samarqand, Temur saroyi, Sohibqiron soch oldirayotgan manzara. Sartaroshning kasb-kori hammaga ma'lum. Soch soqolni qirtishlayman, tamom vassalom. Biroq Tangri ko'p inoyat aylamish menga. Temurdayin buyuk amir mening mijozim. Olampanoh, necha yilki mahramingizman. Xizmat qilib kelmoqdaman dargohingizda. Hatto hazil huzulni ham iltifot aylab qulingizdan ayamaysiz. Qul ko'p, sen yolg'iz. Sohibqiron, boshingizni sal quyi eging. Ustaramning tig'i o'tkir, dami ko'p tezkor. Sartaroshga bosh egar, jahongirlar ham. Boshqalarga egilishdan asrasin Xudo. Biroq senga oddiygina bir gapni aytay. Sohibining xohishiga bo'ysunadi. Zarur bo'lsa keskaydir u yomon yarani. Jaholatda uzar lekin tilla boshni ham. Marhamating uchun esa senga tashakkur. Har qandayin bandaga ham kerakdir sirdosh. Senga ko'ngil ochsam bo'lar. Qulluq hazratim. Gap yurarmish, go'yo Temur tabassum qilmas, go'yo menga xursandchilik, shodlik begona, har qadamda bilintirmay og'u sochguchi, mansabparast, g'ayur, battol, o'g'ri firibgar, xushomadgo'y kimsalarni mahram sanaymi, yo ularga yaltoqlanib, tabassum aylab, ko'ngillarni ovlash uchun muqom qilaymi? Odamzodni bir daqiqa bejilov qo'ysang, g'ajib tashlar, yeb bitirar bir-birlarini. Qo'ni-qo'shni uluslarning hukmdorlari shamshirimdan qo'rqadilar. Shonimdan emas, sartaroshsan. Mana senga boshimni egdim, biroq meni afv etgaysan, tiz bukolmayman. Oyog'ingiz shikast topgan muhorabada. Shu boisdan afv etadi sizni qulingiz. Biroq uzuq ketmishimni solding yodimga, men onamdan Shamshir bilan tug'ilmagandim. Kesh shahrining sarhadida, voha bag'rida Xo'ja Ilg'or degan joy bor. Olam biladi. Ko'kka boqib adirlarda yayrardim shodon. Bahor chog'i sel toshqini turfa chechaklar, xo'p g'aroyib tuyg'ularni tuhfa etardi, yulduzlarga boqib go'yo baytlar bitardim. Shoir ahli g'azallarin qog'ozga yozsa. Men she'rimni o'chmas qilib Shamshirga o'ydim, u bitikning mazmuni shul kuch adolatda, yosh boshimdan qismat menga qilich tutqazdi. Chingiziylar mo'r malaxdan bosgan bir paytda, necha sher yurakli barlos yigitlar, yovlarga yem bo'lgan boshi ko'rikmay, tog'u toshlar sang'ib yurgan eksevarlarni. O'z tegramda to'pladimu yalov ko'tardim, dovonlarda maskar qurdim, kezdim cho'llarda. Hisor tog'in betkayida yiroq-yiroqdan, o'pqon kabi g'or ko'rinar ko'zing tushganmi? G'or. U joyda men jon saqlaganman, tulporimning tezaklari to'zimagan hamon. Yog'iy meni yo'lto'sar deb anglatdi elga. Pistirmalar qo'yishardi yo'limga doim. Parvardigor, marhamati g'olib keldi-yu. Qara omon turibmiz ikkov tig'doshlar. Ishing bitdi, jo'na endi. Senga tashakkur, eshikbon kirsin. Sartarosh chiqadi. Olampanoh Xattalondan Hakim Kayxisrav bir bandani keltirmishdir. Bandi, kim u? Amir Husayn. Amir Husayn, olib kirishsin. Hozir bo'lsin Shayxul Islom amirlarim ham va albatta Piri Komil Said Baraka. Eshikbon chiqadi. Amir Husaynni ahli divon qurshovida olib kiradilar. Qo'l oyog'ini yeching buni. Marhabo Amir. Kishan sendan xalos bo'lsin. Taqdirga la'nat, tiriklayin sen iblisga ro'baro qildi. Eshitdingiz, muhtaram Pir Said Baraka. Siz bu bilan Balx shahrida suhbatdosh bo'lib yashagansiz, sinagansiz. Taqdir deydi u. Axir men ham tabo emasmanmi o'sha taqdirga? Zotni yaratibdi Alloh serkaram. Taqdirini ham belgilamish. Biroq ayni payt odamzotni ozod qo'ymish sinamoq uchun. Bu sinovdan o'tolmagay Amir Husayn. Pirim, sizga ne qilibman? Gunohim nedir? Gunohingdan bittasini aytayin Amir. Balx shahrida saroy qurding kayf safo uchun. Masjidlarning mablag'larini sarf etding unga, yana yig'lab taqdir deysan. Umr Chopag'on, bizlar mingan bedovlardan ko'ra uchquru. Yo Husayn, eslaysana birga o'sgandik. Sen Qozog'on nabirasi, men borlozlardan. Bir qiblaga bab barobar yuzni bursak ham, sen o'zga bir xonadonda men Chingiziyman. Xotirangdan chiqmagandir u o'smir yillar,
ikkimizni qo'ygandi bir poygaga. Mendan ortda qolib ketding bir pas tushmay, o'shanda ham degan eding men Chingiziyman. O'rtamizga qo'yib katta kallomulloni, necha marta qasam ichding esla Husayin. Oxirgi payt sen bog'lab keltiray desam, qochib qolding. Omad mendan yuzin o'girg'ay, yo'qsa sening tosh u taxting bo'lardi menda. Madrasaga bekingandim ablah kayxisrof, tanib qolmish egnimdagi zarbaftunimdan. Kayxisrafning otasini sen o'ldirganding. O'sha xun seni tutib keltirmishdir u. Odamsizlik emasdir bu qilmish qidirmish. Endi sening kimligingni aytay Husayin. Lashkarini siylamagan sen xasis amir, Sirdaryoning bo'ylarida JTga qarshi. Ikkalamiz chiqqan edik o'sha mash'um kun. Osmon go'yo tushildi-yu jami bulutlar. Suvlarini to'kkan edi jang maydoniga. Ust-bosh ho'l, holdan to'ygan sening lashkaring. Och nahoru bo'lgani uchun ortga chekindi. Loy jangida sen sababli nochor qolganman. 10,000 askar nobud bo'ldi afsus o'shanda. Temur menga to'nkama u mag'lubiyatni, Fribingni ko'rsat endi sarkarda bo'lsang. Ko'rmagansan Fribimning mingdan bir sen, atrofimni zanjir kabi o'rab tursa ham. JTlarni tum taraqay quvdim vatandan, bir jang chog'i muhtaram Pir Said baraka, egildi-yu yerdan siqim tuproqni olib, yog'iy qochdi deya nido qilganlaricha, yov tomonga sochdi uni yovchi ha qochdi. Bu ham firib shunoqmasmi? Avval Xudodan gar muzaffar qilar bo'lsa madadin bergay. Qiblagohning unvonlari sohib Qur'ondir. Allohimning karamila 800 yilda yulduzlarning holatlari ayricha bo'lgay. Jaddiy burchi ko'ringaydir kiyik shaklida, o'sha yili tug'ilgaydir bir sohib Qur'on. Eng avvali Shoh Iskandar, undan so'ng esa tug'ilmishdir Rasul Akram payg'ambarimiz. Uchinchisi Hazrat Temur sohib Qur'ondir. Avliyolar allaqachon bashorat qilib aytmishlarkim sohib Qur'on dunyoni olgay. Jahongirga abadiyan xudoyor bo'lgay.